Kelinglar. Salom alaykum, amakda sovchilikka keldik. Yo, yaxshi-yu. Uyda ayolim yo'q edi-ya, opalar. Qanaqa opalar, erkak kishimiz, siz bilan gaplashamiz. Ha, yo'q. Ha, kelinglar. Boshlang amakda. Anaqa urib qo'ymaysizmi? Yana ozgina burilsa uribman. Kiro. Sen ham urib qo'yaymi? Xullas anaqa kuyov bo'lmish. Manman. Sevgidan kuygan chiya bu. Aysin tilsimoy. Sen otning nima edi? Uydan haydalgan kalta kessi. Nima og'izni ochasan, menda bitta duo qilaylik. Ha. Odam bo'lib keldi, odam bo'laveraylik-a. So'raganda bu yaqinda Tailandga sayohat qilmadilar. Yo'q, lekin niyat bor amakda. Bormaydi. Maslahatim bormaydi. Xo'sh. Xullas sizda bir gul bor ekan. Bizda bitta bulbul bor. Ammo shu gapingga menda ham shubha bor. Jigar, talantingni ko'rsa, bulbulda ovozing bor-ku. Onajonim kechiring, siz meni duo qiling. Onajonim kechiring, o'g'lingiz qoldi. Banan solgan maymun edi. Voy jigar, uni premyera qilamiz-ku. Voy premyera qilar ekanmiz. Uka shu mahoratingga shunaqa haqorat keldi-yu, mayli dedim-da. Xullas qizimni senga bermayman. Yigit chiyabori bo'ladi, yonidagilari hasharat bo'ladi, qizni otasi bermaydi. Tayson jigar, nima keragi bor shu gaplar? Ha. Choylaring ichib bo'lgan bo'lsalaring-da, sekin. Turib-a? Chiyabori siqilib qoladi, o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi. Tayson asabga tegadi, chiya bo'ri qolgan chini ham urib to'kadi.